Assalomu alaykum. Bizlarni kuzatib borayotgan barcha sayroq Italiya bedani ishqibozlari salomatmisizlar? Ishlar bilan bo'lib, ma'lum bir vaqt siz Italiya bedani ishqibozlariga bizlardek bo'layotgan yangilik videolarni qo'ya olmadik. Lekin yangiliklar juda ham ko'p. Inshaalloh bu yog'iga Instagram, Telegram sahifalarimizga qo'yib boramiz. Yangiliklarimizda yangi lina qilib yana jo'jalar ochirganmiz. U jo'jalarimizni otalarimiz sayrog'i juda ham bir kuchli bo'lgan, ko'pchilik eshitmagan zo'r narlarga qo'shganmiz. Undan ham bir qiziqarli bo'lgan videomiz o'zimiz ochirgan Italiya makoni kurk bo'lib, tuxumlarni o'zi bosyapti. Alhamdulillah, u jarayon bizga ham juda ham bir qiziq bo'lyapti. Xos sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mashalloh, mana jonor kurk bo'lgan makonimiz tuxumlarni yig'ib bosyapti mana xudo xolis. Yangilikni ochib chiqqan eng kichkina polapon jo'jalarimiz. Mashalloh. Jonivorlar mana bular 25 kundan oshgan eng katta yangi partiyali jo'jalarimiz. Xudo xolisa jonivor shu makonni tegidagi jo'jalari chiqsa, o'sha jarayonni ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Yangiliklar juda ham xudo xolisa ko'p. Bizani kuzatishda davom etinglar. Salomat bo'linglar.